Hormaylar, shunaqasi ham bo'lib turadi. Yo'lda trakim buzildi. Hozir bir 50 kilometrdan olib keldi. Ustaxonasiga, o'zini ustaxonasiga. Mana hamma ustaxonalar, mashinalar. Shu kun ham bor ekan, to'g'ri qabul qilish kerak hamma narsani. Bir bola ustaxona mana trakim shatakka olib keldi mana. Shatakka to'nqaytirib olib keldi mana. Orqa machasi olib kelganda men bu vitraviklari ham boylab qo'yish kerak. Bitta vitravikim sal singan edi, ilingan edi. Hozir yo'lda botamon sinib tushib ketdi mana. Uni olib qo'ydim, endi uni ustalarga aytsa, keyin qo'yib beradi. Bu holatda bemalol yursa bo'ladi. Hech aybi yo'q bu narsani. O'shaning uchun tepalari ham yorilib ketibdi aniq-aniq. Anaqa apparatlarda, kranlarda ko'tarib olib keladi mashinalarni. Qaytarib. Agarki oldidan ko'taradigan bo'lsa, masalan, treyleri bo'ladigan bo'lsa, oldini ko'targan holatda kardanni yechadi. Kardanni yechib turib, keyin tortib olib ketadi oldiga. Bu holatda kardanni yechish holati yo'q, umuman keragi yo'q. Shunda ko'taradi, tortib ketaveradi. Rulni kamarga boylab qo'yadi. Bo'ldi. Tak что shunaqa. Xudo xolasa endi salomon tezroq bitsa, yana ishga tushib ketamiz-da inshaalloh. Duo qilib turinglar, tezroq tuzalib ketsin mashina. Tak что shunaqa.